Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Demak, mani chap qo'limda streamerlar jamoasi. Qarsiychalik. Mani o'ng qo'limda qizlar jamoasi. Qarsiylar, yem. Ishtirokchilarni tanishtirib o'taman. Streamerlar jamoasi. Abuser Aslanboy va Federal. Buni yaqinroq tanishtiring, hech kim tanmaydi. Streamer bola, agar abuserni taniganlar bo'lsa, iltimos kommentariyaga abuser fanatmani yozib qoldiringlar. Xo'p, qizlar jamoasida bo'lsa, Toshkentning eng oldi qizlari, Toshkentning model qizlari, Shohruz TVda oldi qanaqa ekanda? Toshkentning eng tilla qizlari, bular albatta Nezihan, Sevnur va Ozoda. Qarshi chalamiz bularga. Men sizlarga o'yinning qonun-qoidasini obunachilar bilsa ham, Bizni maqtang, bizni faqat streamer, biz boshqa narsa aytmadik. Sizlarga bo'ladi, hamma tanidi-yu. Tanigan bilan baribir bizga maqtov kerak. Yetadi-de. Mazza qilib. men sizlarga o'yin qoidasini tezgina tushuntirib beraman. Shunchaki yeyishinglar kerak bo'ladi. Nimani? Ovqatni nimani yesa bo'ladi yana abuser? Savol. Abidni, biz boshqa narsa yeymiz keldik. Mumkin emas narsalar bular suv ichish. Yo'q-ku. Qaysi ma'noda suv ichish mumkin emas? Suvni shunchaki ushlab olib, ichib turish mumkin emas. Lekin ovqat bilan как oddiy holda zapevat qilish mumkin. Unda biz hozir birinchi bo'lib, bugun sizlar kun davomida qanaqa turdagi ovqat yeyishlarni aniqlab olamiz. Biz yetamiz qizlar. Albatta. Kun ovqat yemay kelganman, g'irt och bo'lib kelganman. Oramizdagi eng och qizman. Har doim oxirgi kurslarda milliy taom, vegetarian ovqatlari yoki fast foodlar bo'lyapti. Lekin bu safar sal boshqacharoq. Bu safar mana shu barabanning ichida ranglar bor. Ranglar? Ha, ranglar. 4 xil rang bor. Qizil, yashil, sariq, jigarrang. Qaysi rang tushadigan bo'lsa, sizlar kun davomida faqat o'sha rangdagi ovqat yeyishinglar kerak. Eng qiyin rang bu yashil. O'to'lan qidirib. Okey, kim birinchi tanlaydi? Ya. Qizlar tanlaydi. Qizlarga ruxsat berasizlarmi? Qizlarga ruxsat berasan tanlashga. Davay. Tanla. Suba, brata. Okey. Qani. Men birinchi o'zim ko'rib olishim. Go'sht tiqamiz o'shni qolsiga. Jigarrang bilan shunchalik xursand. Sog' bo'lasizlar. Demak, qaranglar. Qizlar jamoasiga jigarrang tushdi, bu yoqda qolgan ranglar. Qarang, mana ko'ylakni bu taraf tiqilgan, bu osig'liq tarafi. Ha, bilinish kerak, qo'yibdi, Ha, okey. Qaysinisi tushishini xohlaysizlar? Bollywood. Qaysi rang tushishini xohlaysizlar? Ey, bizga libboy. Nechta rang qoldi? Qizil, yashil, Sariq. Davay, men tanlayman. Qaysi rangga ovqat yeyishni hal qiladi? 100 talik qizil bo'ladi. Qani? Qizil bo'lsa, mana aslanda krasniyda ham boshlangan bo'ladi. Iloyim yashil tushsin. Sariq. Qaysi fastfoodga boray? Oshmo. Sirdan boshqa narsa yeysizlarmi sizlar? Sariq yaxshiroq. Chem jigarrang. Da. Sariqda ko'p narsa bor. Faqat go'sht nima qiladi? Eng muhim joyi bor, hali xursand bo'lishga voqli. Chunki kun davomida hozir biz sizlarga nech pul ketkazishlarni aniqlab beramiz. Soqqa-soqqadagi. Chegaralangan byudjetinglar bo'ladi. Oy. Litvindagi qora. Bo'ladi. Bu yoqda byudjet 700 ming, Aha. 1 million, 1 million 200 ming va 1,5 million so'm. Bu butun jamoaga amal qiladi bu pullar. Nimaga qarang savolda o'tgan oylardan ana ovqatni unaqa tanlash o'zgarganda, niye summasi o'zgarmagan? Sal teparoq ko'tarilmagan. Oylik bilan bir xilmi deyman, oshmaydi. Men bu savolga emas, bu savolga abuser javob beradi. Oy. Assalomu alaykum. Oy, to'xtang, kim tanlaydi? Men tanlayman birinchi. Boya qizlar tanlang. Qizlar, Aslaboy ochishga ruxsat berasizlar. Da. Albatta. Bolalar xafa bo'lmasa bo'ldi. Bular 1,5 million budi. Suba, bratan. 1 million 200 ming. 1,5 million joy qoldi yesizchi. Men senga fast food bilan 1 million 200 tushirib berdim. Nariman. Xo'p, endi sizlar. Yo, bana babam ratdi. Oy. Men jigar ko'rinsam, beqroq suray. Shundan ham ko'rinadi. Qo'ling yengil kelsa Alloh akbar duo qildimi? Qani ochi. Doim birinchisidagini tanlachi. Menga boshqa farq yo'q. Birinchisidagini tanladi yesizchi. Hop, qani ochinglar endi uni. Oy. Shuna qo'rqitmang. 1 million 200 bilan xursand bo'lishyapti.
Unaqa demaydi, qolib yeb qo'ymaylik. Yo'q, mayli, nech pul bo'lsa ham. 700 ming ushlasangiz balkondan sakraysizmi? 700 ming. Diqqat dunyo, Aslanboydan savol. Odamlarga ham ko'radiganlarga ham savol mana. Bu opani ko'rganman, u opani ko'rganman. Lekin xafa bo'lmang, iltimos. Bu opani ko'rmaganman. Tanishib olasizlar demak videoda. Yo'q, tanishda emas gap. Mani ko'rsangiz profilimdan chiqib keta olmay qolasiz. 7 ta fake akkauntingizdan ham podpis bosib o'tirasiz. Ha, yo'q. La. Okey, все. To'pig'imdan past. Aziz yaramas. Jintirasinglar, monza terpinglar. Assalomu alaykum. Tezda giymiy boshlaveramiz. Ozoda ham shu yertaligi esimizga tushib qoldi. Qizlar, короче, menga doim stories qo'yib berishimga chaqiradigan joy bor edi, o'sha bitta restoran bor, o'sha yoqqa chiqamiz. Ko'rolmaydi. Yo'q, ideya bor-da. Yo'q, to'xtang. Mana qarang. Hozir mana qiz aytibdi, barter qilib beraman deb. Men bu qizni ko'rmaganman. Nechta podpishkiz bormi o'zi yoki faqat mahalladagi bolalarmi? Suba, bratanchi. Mana. Men prezident sinashib ketdi. Sog'ani. Если что, hammalar puli ko'p bo'lsa ham xullas, qaysi jamoa bugungi videoda g'olib bo'ladigan bo'lsa, shu jamoaga 5 million so'm. Bolalar o'ziga tuzukroq kiyim olishiga, masalan. Oh my god. Mana aytasiz. Yo, u oxirida ikkita odamga tegishli emas. Ha, yo'q, menga tegishlimi? Gap egasini topdi. Yo'q, to'xtang, bu hozir nimaga tegishli? Men просто shim kiyib kelmaganimdan yoki ustimdagi qo'naymi? Assalomu alaykum. Davay, face to face o'tkazaylik. Davay. O'yinni bitta momenti bor. O'yinning oxirida qizlarga imkoniyat beriladi. Qizlarni yutib ketish imkoniyati bor oxirida. O'shaning uchun sizlar bosib yeyishinglar kerak. Просто ogohlantirib qo'ydim. Nima? Ularga qanaqadir plusi bormi yoki? Ularga imkoniyat beriladi. Agar ular shu narsani o'xshata olsa, ularni yig'gan vazni 2x bo'ladi. Nimaligini bo'lsa, o'yin oxirida qizlar bilib olasiz. Bu degani baribir yeyishinglar kerak. Makiyaj o'zi ham 1 kiloga chiqsa kerak. O'ylaymanki, hozir o'zida kanalimizga obuna bo'lib qo'ydinglar, chunki YouTube kanalimizda 1 million bo'lishiga juda ham ozgina qoldi. Voy, menikida ham shu joyiga. Yo'q, 921 ming bo'ldi meniki ham. Mani 924 ming. Bittada 1 million bo'laylik, jigarim. Upsheli. O'rtoqlar, значит, hozir o'zida Kamol Qohorov YouTube kanaliga Menigini ham chiqarib ber. Ha. Kamol Qohorov YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Qizlarchim turinglar, gapiryapman-ku. Ha. YouTube kanaliga hozir o'zida obuna bo'linglar, 1 million bo'laylik xudo xolasa va обязательно описаниyaga tushsanglar, Aslanboy ham kanali bor va u yoqqa ham o'tib obuna bo'linglar. Yo'q, videoda ham menikini rasmi. Ha, videoda ham mana Aslanboy kanali mana chiqdi. Endi bo'lsa biz o'rtoqlar hammani vaznini o'lchaymiz. Let's go. Landi, o'yin boshlandi. Aha, bolalar sizlarga omad, bizada o'zi shu yetarli. Bizada omad, sizlarda qomat. Vadyugar. Landi, o'yin boshlandi. Mana to'xtanglar, Ozoda ofitsialniy bizani o'yinimizni boshlab beradi. Qani Ozoda 1-2 ga. 5 karra eshik. Bo'pti, o'rtoqlar, video boshlandi. Davaychi, hammaga omad, charchamanglar, to'g'risi. Uzr dunyo. Assalom. Men seni yaxshi ko'raman. Bilaman, sen bu videoni ko'ryapsan. Detskida hal bo'la. Uchirib oling. Ha, men 3. Voy, teskari-yu. Bo'ladi. Sal jiddiylashamiz. Detski bo'lib ketdi bu yog'i to'g'ri qildim. Monzachilar, shu tamsilar. Zato такой o'tirman, to'g'rimi? Oka, ne videoga olib tashlay. Milliy taomlarga boramizda, shashlik. Hal qildinglarmi? Plan aniqmi? Qayerga bormoqchisizlar? Qayerda o'tdi? Black Star Burgerga? Yes, of. Sразу qimmat joygami? Qimmat joy emas-ku. Unda Chorsuga borib shashliklik. O'sha Chorsu variant. Chorsu ovqat bozor zo'r ketadi. Shu tinchgina shu variant. Shaharskiy mana. Chorsuda katta bo'lgan qizman men, eslichi. Go Chorsuga, короче. Tak, assalomu alaykum. Biz uchun mana hozir Kamol Qohorov YouTube kanali sponsorligida hozir bizga 223 kelish kerak, lekin biz Kamol qani? Nimada ketamiz? 223 zakaz qilishgan. Ha, yo'q. Bolalar qancha pul sarflarini 222 deyotgan payt hozir 222 nomerli Matiz kelsa maza qilardim. Bizda bo'lsa tayyor toychoq bor. Bolalar 222 deyapti-yu, 223. O'sha yerda ham biz ulardan balandmiz, ko'rdinglarmi? 223 bizda. Voy, onasini. Monzachilar, shu yerdamizlar, qarchi men salonni qarang. Qat joningdan deydigan salon.
Men qiziqda. Bolalar nima mashinaga ketish. Malibuda deyishdi, men esmadim. Yo, mayli, Malibuga ketsang boshqa ketsang, zato ular zakaz qilib chaqiryapti. Yo, chaqasmayapti o'zini mashinasi. Kimnikida? Aslan nima mashinada keldi? Yo'q. Bu molxonada eminadi. Molda aka, chonsmi tepa mahallani, ko'chamizni kir qilmaylu deymiz-da, o'zimizni mashinaga yurib-yuryapmiz-da, aka. Fast food yeyish kerak, fast food yeyish kerak, fast food Farq yeysiz. tushyapmi bizga? Ha. Xatlar yozim necha bor. Siqilamiz. Bildirib takror. Желтая еда в Узбекистане, sariq yeда O'zbekistonda. Boshlanam, ChatGPT kiradi. Shovla bor, shovla, mastava, qurtob, non, kukuruza, somsa, Bulg'or qalampir yemaylikmi? Sap-sariqdan. halva, parvarda, sherbet, bir balo. Bo'ldi, fast food yeymiz baribir. Baribir fast food yeymiz. Sariq ovqat uzib deb yozdi. Yeyishga bor ekan. Ha, mashinamda joy. Jigaring mana, jigaring. Jonim sog'indi. Deb aslan bo'yiga ketyapti. Sizlar muzkaz ketinglar. Men boshlanishiga ozgina biqin qoling. Bizni qaytara olsam gar. Ertalabda, короче, Jahon bilan ketamiz. Qoshdan qaytib kelamiz, tushunyapsizmi? Odamlar ko'chada baxt ertalab turgan, qizi bilan metrodan chiqqan, ko'rishgan, qattiqdir zavtirga ketadi. Bizda bori o'qiyotimiz basharalarimizda. Baxtli odamlar bori bizda. Faqat biz baxtsiz bo'lsak kerak bu dunyoda. Kechasi Batmanga o'xshab yuramiz bori, qop-qora bo'ladi. Ishtirokchilar ovqatlanishga chiqib ketishdi. Umuman bilmayman, hech qachon bizning videomiz bunaqa baqir-chaqirdan boshlanmagan. Aslanboy bilan Neyzi ham bir-biriga urush e'lon qildi. Ko'ramiz oxiri oqibat qizlar jamoasi yutadimi yoki de streamerlarni. Qaysi jamoa yutadi deb o'ylaysizlar? O'zingizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menimcha streamerlar yutsa kerak o. Aytgancha videoga ham like bosib qo'yinglar. Mana hozir shunchaki videoga like bosib qo'yinglar. Qiyin emas, to'g'rimi? Rahmat. Bekor bozori tanladik. Hozir issiqda o'zi bo'lib yotibdi. Tupoymizda, tupoy. Endi men aytsam, yuringlar kelolmaysizlar-ku. Yosh kattasiz, yosh. Ichimizda ham qarisi o'zingiz-ku. Eng yosh kattasi va eng yosh ko'rinadigani. Chorsu. Hozir biz Chorsuvda ovqatlanamiz. Так что es shahari qiziman, boyam aytdim, kallachilar navarasiman. Burger yeyishga keldingmi? Burgermi? Ha, sen oddiy operator, sen hech nimani bilmaysan. Kimdir san bo'ladi, Bro, izom kushit. kimdir san bo'ladi, kimdir u bo'ladi. Sen ham oddiy operatorsan-ku. G'ayrat, men mixim bor, miximtiramayman, o'zing miximtirib yur. Chorsuvda kutaman, kelmaysan. Kun ham o'tdi, mana tun bo'ldi. Sizni kutuvdim, kecha kelmadim. Voy, zo'r. Rahmat. Biz, короче, hozir futbolga keldik, ovqatlangani. Скорее всего, shaurma yesak kerak. Takoy. Tayski ovqatlari bordi, brat. Sariq ovqati bo'lsa agar, men bir tayskini bu narsa yeb ko'rmoqchiman. Birmada ham Tailandda bo'lmaganman, no Antda mana Tailand test degan joy bor, o'shga borib bu narsa takoy. Mayda-chuda bo'lsa ham yeb ko'ringlar. Nima ekan u? Eng zo'r o'zingiz tavsiya qiladiganingiz qaysi? Mana shu, ha? Shuchtami? 4 ta. Mini Operatorda odamni shiddat qilmadik hozir biz. Uzr. Bizlar ovqatlanish uchun kibrimiz yo'q, aynan shu joyni tanladik. 100 talik. Bunaqa hozir hidi o'tirib qolishimizga keyin boshqa restoranga bora olmaymiz biz. Mana qo'yamiz hozir. Bo'ldi-da, endi qizlar komanda bo'lib, mana bunaqasidan o'tdan bu yoqqa yurmaylik-da. Sekin birga yuraylik, iltimos. Albatta, qaranglar. Komanda bo'lib ishlaganmisizlar hayotingizda. Ketdi. Mana sen operatorsan, to'g'rimi? Sen operatorsan. Mana bo'ldi, ketdi. 10 tarafdan boshlaymiz, davay. Albatta. 4 ta free. Bitta mandan. Keyin bitta mana perchiki turetskiy. 3 ta bering, men ham yeyman. 3 ta perchiki turetskiy, keyin 3 ta sirni 4 ta. Uzr. Free 4 ta. Free 4 ta. O, federal yondan to'layaptimi? O'ylanma. Ana hayron bo'lib turdim, Osterdan pul olamiz. Toshkentda toza joylari qiziq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga go'shtli takoy zo'r shashligingizdan beradi. Nechtadan? Ikkitadan yeymiz, a? Ikkita qiyma. Senga? Bitta qiyma, bitta jaz. Yoshida ikkita jaz bera qoling menga. Opa, unaqa gapiryapti.
Pul ko'p, 1.200.000 dan qancha qoldi? 8 qoldi, примерно. Plus minus 8 qoldi. 300 qanchadir, короче. 470 ming bo'ldi. 470 ming bo'ldi. 470 ming? Yuring, antikka o'tiraylik. 600 ming qanaqa 470 ming? 400 Ya, adashyapsiz. Ben 600 berdim, 600 berdim. Ben 600 berdim ularga. Hisoblayman buni. 1, 2, 3, 600 ming, 730 ming pul. Shunda bizda necha pul? 500 ming narsa bor. Yo'q, to'xtang. Bitta hisoblaylik, qarang. Operator to'qmisiz, ochmisiz. Bir bagaj. Yo'g'ira, kartoshka biri 100 ming. Kamol, Ha, qorni ochdi. manda ham. Ovqatlanamizmi? Ketdik. Yur, ketdik. Nima yeysan? Xo'p, aka, menga bitta burger, bitta free и ichishga любой bitta napitka bering. Odamni uyaltirasan-da, tayyor kombolar bor-ku. Aka, menga bitta chicken burger kombo, bitta big box kombo. Meni yaxshilab eshit, Asad. Street 77 da tayyor kombolarning menyusi bor. Har bitta komboda asosiy ovqati, ichimligi va kartoshka frisi bo'ladi. Eng qizig'i bor-ku, hech kimga aytib qo'ymang. Narxlari вообще arzon. Ha, necha pul? Misol uchun chicken burger kombo 64 ming so'm edi. Endi bo'lsa atiga 39 ming so'm. Qolganlari narxini o'zing ko'raverasanda. Mana o'sha joyida bizning zakazimiz ham keldi, aka. Addushi, mana qara, bu sani komboing og'ayni. Ichida burgeri bor, kartoshka frisi va ichimligi. Mana bu bo'lsa mani komboim. Menda ham big boxi bor, kartoshka free va ichimligi bor. Unda tez ovqat yeb olish kerak. Kunlar isib yotibdi-yu, men ikkalamizga shunaqa muzdagina ichimlik olib oldim. Street 77 da bunaqalarni million qilib bor. Ketdik. Sizlar bo'lsa videoni ko'rishda davom etinglar. Sevnur mani jigarim. Biz azaldan tanishmiz Sevnur bilan. Bu chiqishini eshitib shunaqa xursand bo'lib ketdim. Shu bitta ichimizda eng qarisimiz ajal qotil. Opa kibrli. Ozoda. Aynan Ozada kibr deb yozib ketinglar. Bitta Tailandga ham bitta o'taylik. Tailandga deydi. Tailand ovqatini yeb ko'raylik. Iltimos, bitta shundoq sariq narsa. Bilasiz, 470 million ovqat deyapsiz. Jiming. 50 ming so'mlik bir Tailand ovqatini bitta tatib ko'raylik. Qizlardan bittasi plyus voy bo'lgan, olgan ikkitasi minus voy, xafa bo'lmasin. Oy. Kompot deydi. Baraka toping, rahmat opam. Boringizga shukr, mehribon opam. Yub keptilar. Opam jonim, opam. Birinchi bo'lib operatorga qo'yib beraylik, chiroyli bola ekan. Operatorimiz, okajonimiz. Biz uchalamiz o'tirganimizda operator esdan chiqib qoldi. Nima yeb ko'rsak bo'ladi aka? Sariq rangli kerak-da aka. Krevetka и rismi, mana shunaqa krevetka, risli bu narsa bormi? 75 ming minus bo'ldi. Tailandga bormaganga yarasha Tailand ovqatini yeb ko'ring, to'g'rimi? Samariga. Tailandda shunaqa deydi. Kanalimizga like va podpiska ayamasdan bosib tashlaylar, yozib tashlaylar. Qo'xor akamizni Kamol Qo'xorov podдержка qilamiz, podдержка. Qizlasinglar deb yozinglar. Pishdi. Tailand pishdi, hozir olib kelaman. Qani birinchi bir ko'rinishidan sirazi boshlaylik, hidlab ham ko'raman sirazi. Jigar, короче, hidiga bir 10 dan baholasak 5 короче, 5. Qo'y go'shtidan issiqqina jaz shashlik ham bitta bolalar, o'to'lanlar yeb yurmaylik esli shu. O'zi qildillagansizlar, yana bilmadim. Baqlat yeyish kerak, to'g'rimi opa? Baqlat yeyish kerak. Qo'lim kuydi. Boshlang. Qo'yinglar, piyozlar bilan mana. To'xta. Mujik edi, mujik. Bolalarni boshiga baltik taqib jo'natish kerak edi o'zi. Bitta krevetka ketadi. Operator ham bitta yeb ko'radi. Mana как раз bitta. Yeb qo'ying bular. Yedingizmi o'zi Tailandda mana bunaqa narsalarni? Majburlasa yemayman buni. Ikki o'zbek fanatlari bor. Yoqmadim. Ovqatlanib bo'lib, magazindan faqat jigarli narsa olib, ofisga borib yeb o'tirishar. Yeb o'tirgan. Da, variant. Jannatim opam anaqa shotni bering. Manamchi. Qarziki. Suv bobi hayot, suvni ta'mi biz bilan. Keldi. Kelinglar, uchamiz bir-birimizga yediraylik. 100 mingga olingan kartoshkaligi bilinyapti. Qani qaragan nima qilib yurganini. Бабушке помогите, я бабушкаga помогите. Yordam beringlar, baraka topkurlar. Stulchikka bo'y yetmaydi. Sakrab chiqadi. 6 ta qiyma, 2 ta jaz.
Hech pul bo'ldi. Puldan gapiringlar, soqqan beruvinglar ketinglar. 235. 235 ming dedingiz, a? Mana, rahmat kattakon. Mana hozir Kamol G'afurov chaqirmayman degandi, men aytdim, bir ishkala bor, shu yaqinda boshlagan streamerda karyerasini olib kelaylik degan. Aytmadimmi? Vakansiya bitta. Chiqib bering. Og'irgacha kiradim. Kallani men yerga urilsa kerak, ha, bor. Ko'paytiramiz. Hali bekorga. Mana shu uchovni bo'lsangiz keyin lavash beramiz. Mazam qochib qoldi mana men qornim ko'tara olmas ekan. Bolalarga bitta olamizmi? Xursand bo'lishadi. Bumaga как раз syomkadan keyin kerak bo'ladi. Bula 470 mingga ovqat deyman. Bolalarga havas qilmayman. Komfortda yurgan bo'lsa kerak. Voy, hali ham usur. Bu mamchi ateldaman deb o'yladi, kimdir. Operatorga e'tibor bermanglar. Operatorimiz mana kiradiganlarida musor bor edi, hozir chiqib haligacha musorlar turibdi debdilar. Bu nima degani bu? Biz otel keldikmi yoki moyga tashab keldikmi? 3 kishiga tekkinga mors bergan, sen zvizda bo'lasan YouTube'da, давай. Tekin xorlarimiz biz, tekinga mors chapmiz. Ashlat ber. Ma, kel. Yuragim to'ldi mana janona. Yuragim to'ldi mana janona. Davom-chi? Davomini bilaman-ku, lekin davomini bilmayman. Sendanam, mandanam, Mendanam. Undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Mashhur aka kechiring, ashulangizni uyaltirdik, mayli. Hozir muzikani kim aytyapti? Nozimi yoki yoqishmi? Bizda duet aytyapmiz, nima do'stlar? bir-biriga moslanadi ekan. Ha, rahmat. Borib pul yeta olmasak, shunaqa afsuslanaman. Shunaqa afsuslanaman issiqda yurganim uchun. Anaqa yo'qmi? Qog'oz salfet qo'yamiz. Pulga artanaman. Ozoda opada pul ko'p. Pulga terlarni artadilar. Biz ham yelpib yuramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Bu begona bo'ladi deb o'ylamanglar. Bu fanat. Fanatlar hech qachon begona bo'lmaydi. Adda jo'g'lasalar ham hozir o'pishib ham qo'yaveramiz. Sochimni ham lekin ulardagi qilib qo'yman, ko'rsangiz. Brat, abuzurni taniysizmi? Yo'q. Alloki. Biz hozir magazinga keldik и o'zimizga narsalar olamiz, ofisda yeb o'tirishga. Mana non bilan tiqvorish kerak lekin. Yomon izorishdi bor. Tezroq olinglar. Bo'ldi, sizlarga 5 minut vaqt. Jigaring. Men ko'p yeyman bundan, jigaringchi. Beyzat aka. Sizlarga buni ancha oldin ko'rsatmoqchi edim, lekin O sigaret sotmaydi bu-da. Qaysi qiz? To'xtang. Banan. Bittasini yeysiz degan umiddaman. Bu sariq bananlar sizga padarik. Puliga o'zingizni tiklab oling. Tuzukroq kiyim oling o'zingizga, brat, buni puliga. Naskingizni ko'rsin, naskingizni. Kulyaptimi? Chidomasanglar, kelib qizlarga gap tashamanglar. Chidomasanglar, gapirmanglar. Naskingizni ko'rsin. Naskim yesicho benziningizdan qimmat. urushmaymiz, bo'ldi. Sen pikmiydi gonang. Bandcha qo'yib qo'yilish yoqqa. Mosh bolalarning puli ko'p-ku, Mosh ular bizga nimadir grip. Mana. Yuring bolalardan so'raymiz. Bizga nimadir grip qiladi. Hech qachon unaqa qilmaydi. Bolalar qaranglar. Bitta iltimos bor-da sizlarga. Iltimos emas, bizga taklif bor-da. Pulinglar ko'p, bizga grip qilmaysizlar mabodo. Yo'q. Sizlar necha yilga ovqatlandinglar? Voy bilan. 500 mingga ovqatlan. 500 mingamiz. 470 ming. Teshib chiqsin. Mana bolalar, hozirgi bolalar bitta dona suv olib bera olmaydi. Qovunni yeyotgan ekan. Qarasam qovun tanlayotgan ekanman bular. Qarang. Ugarni anekdot aytib beraman-da. Qovun yeyadi. Bilaman, sizlar bizga dushmanlik qilsizlar mana. Mana shuni yesanglar ham. Qarang-da, yesicho informatsiya uchun bu handalak qovun emas. Nima bo'lsa ham, bu Qarang, boshingiz bilan bir xil ekan lekin. Men boshim sal avval. Mandur hidi kelib. Qarang, agar ikkita handalak Ozingizni hidi burningiz yurayotgandi. Yedingizmi? Malchat. Ha. Bu opani o'qigan. Kamol G'afurov qachon anons berdi? Bir hafta opa tayyorladi. Hozir menga kimdir gapirib qolsa-chi, nima qilamanman? Voy, hozir ustimdan kulib qo'ysa nima qilaman? Hamma narsaga tayyor. Ana gapiryapman-ku, nimadir gap. Sразу anti gapirlar. Sizni hamma yomon ko'radi. Dadam, oyim, qishloqdagi obamlar, magazinchi g'ayburlar. Ukam, tiqilmagin. Nima qildim? O'tib ketadi, iltimos. Kattalar gapirayotganda kichkinalar jim turadi. Inson sizdan kichkina odam. Gap yedi. Odam aborigen.
qo'yinglar mana shuni bilan yangizlar mem qo'ringlar bilan Sening pikmi dugonang. Yamata kudasaydi. Ular bilan birga magazinga kirganimiz bu bizning eng katta xatoyimiz bo'ldi. Ozodani sevaman men, ozodani qoloqdan. Hala Madrid. Mujiklar Hala Madridga balet qiladi. Realmi, Barsami kommentariyada yozib qoldiringlar. O'zi Barsa degan komandani men tanimayman, men brat aytdilar hozir. 10 tadan bitta ham shansi yo'qmi-kina? Qilardi. Ya, tashavvuryapti. Lahatron bu. O'ldirib bu. Ozoda, liftda fokus qil. Nima yedingiz? Nima yedingiz? Biz shashli yedik. Piyoz bilan. Nechta? Ozod kibir ekan. Yo'q-e. Ha, bozorga kiryapmiz. Men endi aytdim sizlarga chiqishdan oldin. Men shaharni qiziman. Uyalmayman unaqa narsalardan dedim. Men to'ymadim. Men hamisha ochman. Men yeyish uchun tug'ilganman va yana yeyman. olsamchi hozir Bir joyimni yulib olaman federal agar olsangiz. Ololmaydi. o'g'irsanmi voy 100 ta papitkada bitta 2000 ming sovg'a qo'yar. Voy. qovunni olsanglar Ozodadan shu joyiga bitta sitatni gap mana. Sitati bo'ladigan gap bitta shu joyiga. Jonim, mana o'zgardi. O'zga ketmadi dedi. Magicski gapi bu. Lekin seni hali ham kutyapman. Yozishingni telefon. Nomerim bilasan? Menga qizuv bo'layotgan narsa bu bolalar nima qilib yurgani. Pivo bilan sigaret ketadi-yu. Dishoviy hazillar top 5 taliga mana shu yeb qo'yamiz. Yo, bo'ldi, mana shu qiz. Iltimos, gaplashmaylik, kontakt kirmaylik. Cho'tani ana apatcham. Sразу rep, asl o'yin bo'lib ketdi. Nima deb o'ylaysizlar mana? Nezixan, Sevnur, Ozoda. Sizlar zo'r sostav yig'ildinglar. Bugun bolalarni yutasizlarmi yo'qmi? Yutamiz xudo xolisa. Yaxshi niyat qilish kerak. Niyat qo'yatdan qilish kerak. Bu o'yinda o'g'il bola bormidi? Mana bizu. Mana biz-ku mujiklar, brat. Lift ishlayapti, kaltimiz yo'q bizani. Bitta opaga iltimos qildik, siz bilan chiqib qolsak bo'ladimi? Se, net. Net dedi, takoy. 1 hour later. Bolalar pastda qolib ketibdi, lift jetoni men dedi, shuning uchun boydan beri chiqa olishmayotgan ekan. Hozir telefon qolma. Bilmadim, lekin seriozda bu galgi sostav negadir bir-biriga tashashib, oxiri tinchlik bilan bo'lsa bo'ldi ish qilib to'g'risi. Men qo'rqib ketyapman, xuddi urushib ketishadi deb o'ylayapman. Bilmadim, как будто men o'ylayapman, to'shloq qizlar ham bir-biri bilan chiqishmayapti deb o'ylayapman. Uzr dunyo, liftni bosmanman. Cho'tam, qalay bo'ldi? qovunlarni ko'tarib Qalay bo'ldi? Xo'p, mana qizlarnikini bildim. Pul nech pul qoldi, nech pul ketdi? Qarorchi 500 mingga ovqat yedik. Voy, 500 mingni ham ovqatlanadimi u 500 mingga? Yo, bozorlik nech pul bo'ldi? Bozorlik necha bo'ldi? Короче, bozorlik 80 ming bo'ldi zo'q. Sararang narsa topadinglarmi? Chips-pipslar yeb o'tirishga. Topdik, hamma narsa topdik, просто уже ketmaydi. Dalish ketsa, mana bu yerda tualet bor. Mana eng ashaddiy. Men sovg'a qiluvdim buni. Ayoy. Men olib kelib berdim-ku, voy. Mana shuni ikkitasini birlashtirsa, Seriozmi? Yo, qorninglar to'yib qoldimi? ha. Yo, suv bilan ichdinglarmi? Zapivayt qildinglarmi? Ha. Qizlar realni yeyotdilar. O'tma shokoladlar hammasi tugatishdi. Mayli, sizlar bemalol ovqatlaninglar, yana ketadigan bo'lsa. Ovqat ketmaydi. Yozda ham olasizmi? Bunaqanda endi qishda olmaysizmi? Qishda yemaymizmi? Mayli, sizlar bemalol 1 soat qizlar ham, u yoqda bolalar ham ovqatlaninglar, mazza qilib. Agar ketadigan bo'lsa Aslanboy, 1 soatdan keyin sizlar yana ovqatlanishga chiqib ketasizlar lekin. Yoki zakaz qilamiz, ha? Yo, chiqib ketasiz. Inshaalloh ham ko'ramiz, yashaylik. To'xtanglar, bolalar. Sizlar operatorga ham ovqat olib berdinglarmi? Ha, biz ham olib berdik. Bizning operatorimiz jo'stga ovqat yegan. Yo'q-e? Ha, vashi. Biz ham operatorimizni yaxshi ko'ramiz, olib berdik biz ham ovqat. Oy. Ana u bor edi-yu. Shanba kuni ertalab. O'zini hissi bir Yuring dedi o'tloqqa. zorman dedi. Nezixandan streamerlar uchun O'zbekistonning eng zo'r streamerlari uchun Nezixandan. Ular uchun emas, O'zbekiston uchun inson bo'ladi. Ha, mayli, O'zbekiston uchun ekan, mayli. Biz uchun ham nimadir qila olasizmi? Yo'q, hech nima. Tushunarliyiz bilan hammasi. Bo'ldi o'sha. Mayli bog'laringda ter to'kay tinmay, mayli yashay bir zum rohat ne bilmay, boshimdan zar to'kib tilla sochsa-da, o'zgaga bir siqim tuprog'ing bermay, mehring yuragimning nuri quyoshi. Kuldirmaylar, aytishga qo'yinglar, she'r so'radinglar, aytishga qo'yinglar. Kim kuldirdi hozir? Yo'q, sizlar emas, bu yoqda Ozoda kuldadi.
Uzr dunyo. Bo'ldi shunaqa o'tiring, yarashdi sizga, brat. O'zingizni joyingizni, o'zingizni o'rningizni topdingiz. Federalimiz nechinchi yili? Siz nechinchi yilsiz? 98misiz? Yo'q, 2005lar. 2005? Seriozmi? Kim 2005? Sizmi? 2005 mi? Nima u? Bu uylarni ko'rgandan qaraysizlar, 2005 mi? Federal 2005 mi? Da. Boyla bilan biz radnoylar bilan. Xohlasanglar vaqt o'tkazishga PlayStation o'ynab tursak bo'ladi, xohlasanglar agar. UFC o'ynaymizmi? Ha, go. Kim o'ynaydi? Qizlar kimdir UFC o'ynashni biladimi? PlayStationda? Nezixa? UFC urishadiganmidi? Ha, da men bilaman. Bo'ldi, Aslan bilan Sevnurni birga UFC'da qo'yamiz-da. Anilni bittasi kelib olib aytadi, sassiq o'tyapti deydi. Og'zingni hidi burningga urayotgandir deb o'tib ketdi. Yo, bizdan ovqat qiladigan uchun Chorsuda hamma joyda tuzoq Xotdim turga. Yo, real tan olish kerak-da. To'g'rimi? Yolg'on gapirganda ko'ra tan olish kerak. Men kontentni yoruvchi insonman. Mana shunaqa ochoqlarga jo'ratib qo'yinglar. Bu o'yin. Ani vayna qilish shart emas. Qo'lim qo'lda. Xohlasangiz quchoqlashib Uruni, deb. Oh no! Sekiro, uring mana, uring. Mana uring. Nima meni urmayapti? Men o'yinda yutqizaman, hayotda yutqizmayman. Xo'sh, o'rtoqlar, bizada videoni eng qiziq joyi qorningiz yana ochdimi? Da. O'sha qorong'i ham tushdi. Hozir mana chiqib tiqadigan payt lekin ovqatni. Sizlar bolalar nima deysizlar? 5 barmoq ketadi. Hozir sizlar ko'chaga yana ovqatlanishga chiqib ketasizlar va o'sha kelishinglar bilan sizlarning vazninglar o'lchanadi. Aha. Faqatgina bitta qiziq joyi bor. Aytasizmi o'zi? Mana qo'limda ikkita shunaqa shayrik bor. Har bitta jamoaga bittadan. Mana shu shayrikda shart bor. Sizlar hozir ko'chaga chiqasizlar. Mana shu shartni bajarsanglargina sizlarni yegan ovqatinglar hisoblanadi. Voy, shunaqa. Agar mana shu shartni bajarmasanglar, u ovqatinglar hisoblanmaydi bo'ldi. Ya'ni o'sha qishni mevasini qaytib kelaverasizlar. Bir xilmi ikkalasi shart? Ikkalasi ham ikki xil shart. Mana men randomni aralashtirdim. Qizlar tanlaydimi qaysinisini? Qarang, lekin ko'p narsa hal qiladi, shart oson emas. Mayli. Okey, mana bu sizlarga demak. Men ochay. To'xtanglar, mana ham birinchi sizlar. Ber bitta ochay. Ochishga qiziqim ber. Raqsga tushish. Okey, bu shart jamoat joyida. Odamlar ko'p joyda. O'sha yerda kimdir chiroyli bo'lib, bundoq kruvni ichida o'ynay berish kerak. Yo'q, просто ko'p qo'yib emas. Mana odamlar bor joyda, odamlar oldida o'ynash kerak. Xo'p, mana endi sizlar ochinglar. Ber men ochay, bitta ochay, ber bitta ochay. Kiyimini yechib ko'tiyana yugurish. Kiyimni almashtirish. Xo'p, berib turing. Kiyimni almashish. Qizlar bilanmi? Yo'q. Qizlar bilan emas. Xuddi shunaqa, sizlar ham ko'chaga chiqasizlar. Любой bitta randomni odam sizlar bilan kiyimini almashishga rozi bo'lish kerak. Federal Mana siz ustida prem bichavsiz qo'ysiz. mani qimmat turadi. Shortingni almashtiraylik undan ko'ra. Bitta dona kiyim almashsanglar bo'ldi. Lekin mana soat emas, nimadir emas, kiyim prям mana shortimi. Bir marta tashqi qiling endi hayotingiz davomida. Mayli, ko'ramiz. Sizlar mayli kimdir rozi qilish kerak. O'sha mayli, buni rozi qilaylik, birinchi uni keyin rozi qilamiz. Davaychi, sizlarga omad. Federal bitta narsani eshiting bu hayotda. Pulga yechinalar, kiyinilmaydi. Oy. Bo'ldi, sizlarga omad. Suba bratanchik. Unda o'rtoqlar, videoni ko'rishda davom etinglar, hamma ishtirokchilarga omad tilab qolamiz. Go. Mana 5 million yutib olsanglar, odam boshiga 1 million 600 ming tushyapti. Nima qilasiz u pulni? 1 million 600. Bitta ko'ylak ko'rdim, shuni olaman. Sizchi nima qilasiz? 1 million 600. Onamga beraman. Bu joyda nima qo'shilish kerak, ha? Davronim keldi, yo'qchilikni Bo'ldi, sizlar chiqib tura qolinglar. Men yetimmanmi? Yo'q, yaxshi. Mendan bir og'iz so'raman desam-ku. Yo'q, mana 1 million 600 ming yutib olsangiz nima qilasiz? Xafamasizmi? Aytmadingiz-ku. Voyman, do'stlarim, voyman. Hop, yo'q, to'xtanglar. Mendan ham so'ray. Voy bolalar, yuringlar, nima qilyapsizlar? Bo'tta tushunmayapman. Yuringlar. Jam, biza pomujik, ha? Pulni olsa. Loko. Manda qarang. Boyagidek balansda qanchasi? Oka, nima deb tashavvos? Yo'q, serioz, nima qilasiz? 5 million yutib olsanglar, 1 million 600 mingdan tushadi. 1 million 600 mingdan tushadimi? Onamga beraman. Oy. Sabab omad quchog'i davronim keldi.
O'rtoqlar, mana shu vazn yig'ish rubrikamizda keyingi sonlari qanaqa bo'lishini xohlaysizlar va qaysi blogerlarni chaqirishimizni xohlaysizlar, o'zingizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar, chunki sizlarning fikrlardan kelib chiqib biz keyingi mehmonlarni videomizga chaqiramiz. Tak что kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ishtirokchilarga bo'lsa omad, bosib yeysin. Birinchi o'ynab, keyin ovqat yeyish kerak. Ovqat yeb keyin o'ynasa hazm bo'lib ketadi. O'tirgan kichkina ko'rinyaptimi? O'tirgan kichkina ko'rinyaptimi? Biz Toshkent Cityga keldik. Короче, Aslida men bu yerda bitta joyi bor, she'r kiramizda. Laytovoy narsachalar yeb, suv ichib. Bala kimlar alashaman men, to'xtang. Kelishib beringlar xatabi. Almashmaganga yarasha. Agar ukam hayotingni nimadir o'zing hal qila olaysanmi yoki mildiq kirganda ham kelishib beraylik deysanmi? Kelishib bering просто men Yur, mana bunday o'xshaymiz mana. Yur. Xullas bizga shart berildi, hammani yonida likillab o'ynash. Mana. Biroz futbolkangizni alisha olmaysizmi? Futbolkangizni alisha olmaysizmi ham bola bilan? Biz короче video olib turdik-da. Qarang. Biz video olib turdik. Короче, ha? Razmer to'rga alishasizmi? Da. Mana bu bola bilan faqat. Yo'q, men oversize sig'maydi-yu jinnimizdan. Ukam magin tez yech. Kim sendan so'rayapti? Nima qilishing? Yech, sen kelishtirib berding, kelishtirib berdim, yech. Birdan alishaman debdilar-ku. Futbolka alishaylik. Yoningizda o'zingizni boshqa anongiz yo'qmi? Bu просто berib yuborsa bo'ldi. Va alishsalaring, kiysa bo'ldi. Hayotdan maqsadi futbolka olish. Sen kelishtirdi deyman. Men kelishtirib berdim, yech. Shuncha narsa qilib berdik. mayli, yuringlar, mashinaga shundoq kiyib oling. Yuringlar. Yutmasa agar men norozimanlik. Ya yutamiz, polivon yutamiz. Keling, oppa, keling. Qayerlarga ketib qolding yorim, meni tashlab kelmaysan. Ura yongan yuragim bilmaysan. Ura kuygan yuragim sezmaysan. Ozoda odam emas ekan, biz bilan birga o'ynamadi, bunday bir. Bitta odam o'ynasa bo'ldi deyilgan, lekin ikkita o'ynashdi. Insofchasi Sizga yo'q gruppa ekan. podeshka bo'ldi. Endi ovqat yeylik, glamiz shartni bajarib bo'ldik-ku. Ovqat yeyish kerak. Tiger. Ay, tiger. Qani, atsenga qilishsa endi kommentariyda. Sigma boy. Bo'ldi, mana berib yuboryapman. Mana mikrofonim qo'ydim. Ber. Stop. 8 ta burger, 2 ta kola, keyin menüda yana 5-6 xil ovqatlarni olib kelinglar. Yur, hot-dog olamiz, hot-dog berasan. Ay, меня не снимай. Bana. Zato ochkiraymi? Terchi. Ananga o'xshadi bor-a. Bitta mana bo'ladi-yu, raketa yasab uchadi-yu oyga. 8 oyoqdagi o'xshagan narsani avtomatda o'tadi, o'shanga o'xshab qoldi. Korindog bor, usti sapsariq. Korindog qilamiz-da, potom ichamiz nimada. Aylantirib o'ynaylik, shart berishdan o'zimiz. Nu ovqat yeguncha. Tak, davay. Wo. Streamerlar komandasi Z Martga kelishibdi. Bu yerda lekin foydali ovqat qilinmaydi-yu, kaloriya beradigan ovqat qilinmaydi-yu. Nima yeydi hozir ular? Men o'yladim hozir hatto oshga borishadi deb. Nimaga Z Mart? Nimaga? Baribir ketmaydi, hech bo'la hozir. Kak, abuzerda hammi. Shuncha osh variantlar bor. Somsa sariq rangda, osh, somsa. Negak. Yo, lapsha hozir yo'maysizlar, u foyda kaloriya bermaydi, nikak vazn. Qarang, просто suv ichmaslik uchun shu yerga kelib, хотя бы chips bilan suvni, nimadir qilib suv bilan zaполнять qilmoqchimiz. Hozir umurning oldiga borasiz-da, eshikni katta ochib qo'yib, unda qarab turib hammaga baqirib. Mendan keyin hech kim kirmasin. Mendan keyin hech kim kirmasin. Qarzi odam oldiga borasan-da, просто indamasdan bitta burger yeysan. Da tushlab ketasan. Assalomu alaykum. Xap bo'lmaysizlar bolalar shart. O'zim burgerimni beraman. Nima qilibdi mujiklar поддержка qilishdi? Aytgancha kiyim yarashibdi. Rahmat. Seriozda. Rahmat. Kim rozi bo'ladi almashishga? Mana, mana aka o'tiribdilar. Ayog'i, biratan yarashdi chotki. Yoqimli ishtaha abuzer yeyish kerak, aslan bu yemayapti negadir. Nima pulim yo'q paytlari shunaqa syomkalarni qilmaysiz? Bilmadim. Ovqat yeb yurardik kuni bo'yi.
Sizlarga addushi yoqimli ishtaha. Yana nimadir yeyishim keladi bo'lsa, yeylar. Menimcha pulinglar bor hali, yetadi bemalol. Tak что yana nimadir yeylar. Men bo'lsam qizlar oldiga ketdim. Bolalar bilmadim endi, hazil-huzul qilishyapti. Menimcha o'zlariga juda ishonib ketishgan, juda o'ta ishonishib yorishgan. Bilmadim endi hozir qizlarni holatini ko'rgandan keyin men ayta olaman, to'shto kim yutadi bugun? Qizlarmi yoki deb bolalarmi? Yo, nima keragi bor? Odam shuncha ko'p joyga kelib ovqatlanib, boshqa joylar ham bor edi-yu. Menimcha ular ham shuni o'zida raqsga tushib, ham shu yerda ovqatlanishgan bo'lsa kerak. Men o'zim ham qornim ochib ketdi, yoramiz bu narsa esishdi. Yaxshi, qanaqa? Yaxshi bo'lyaptimi? Yo, bolalar lekin yomon yeyapti. Bolalar tiqyapti ovqatni, bolalar addushi yeyapti. Davay, qizlar ham bo'shashmaydi, yeringlar. Endi biz ham mayli vaqt ketkazish uchun o'zimizga burger zakaz qilib yeb turamiz. Qorin ochdi, biz ham odammiz. Keldik, почти ish polo yemadik. Narsa yemadik, ko'rindokda odam yedim. Men yemadim. Men yemadim. Bitta u qancha u? 100 grammmi? 100 grammmi? Yutuqsiz. Mashina 5 million sanida. Tug'asan yoningga. Короче, yutuqsiz, mamamni beradi, потому Maniki o'zi. Yo, bo'lamiz, yarimdan yem. Bir ko'zdek taqiramiz, keyin bir ko'p Nega? Chunki men bu lavashni ham yeyman, shaurmani ham yemagan. Men hozir borib qovunni bosaman. Qovundan nima bes beradi qovun? Suv. Yaxshi-yu, suv ichish kerakmi? Mana Pepsi ichib yuribman. Signal chalmagin. Lekin tualetga aytay, birinchi bo'lib men kiraman. Nima deb o'ylaysiz? Shuni bitta o'ldirib tuqora olmaymanmi? Bittada tuqora olmaymanmi? Unda o'rtoqlar hammani qoni to'ygan bo'lsa, biz sekin ofisga otlanamiz ham. Let's go. Yo, lekin Sevnur yeyotibdi boydan beri. Nima yeyapsiz? Shokolad. Bitta kartoshkami? Bitta. Mumkin emasdi, rangi mumkin emasdi. Ha, yo'q, bu sariq bo'lgani mumkinmi? Bering, men o'zim ushlab turaman sizga. Og'zimga bitta olib, iltimos. Dunyodagi orzuyim bitta. Juda hayajonlanyapman. Bilmadim kim yutdi oxir oqibat. No, Sevnur haligacha yeyapti. Bola ham popkorn yeyapti, men uchun vazn bermaydi. O'rtoqlar, birinchi vaznni o'lchash kimdan boshlaymiz? Bizdan emas, yo'q. Davay, federal. Birinchi bo'lib men. Vaznni o'lchaymiz. Ikkalaringiz zo'raganda, lekin federal menga yoqib ketyapti. Okay. Endi abuser. Oxirdan. Abuser. Ko'ramiz, abuser bugun necha kilo yig'gan ekan. Okay. Roppa rosa 2 kilo. Xo'p, endi Aslanboy. Necha qimillamang. 86 hisoblayman buni. Okay. Endi qizlar, ozoda chiqaring. Qanaqasiga? Bolalar ishoninglar, nerealniy lekin. Nima? Behazil. 500 grammmi? Yo'q. Hop, keyingi Sevnur siz ekansiz. 59.50. Endi Nejihan. Chiqing. Sizlar qarab o'tiringlar. Uyalmayman-da. Uyalmang. Bizda hammamiz 2 kilo davomimiz biling. Endi menga vaqt berasizlar, men natijalar bilan qaytaman. Bemalol bilan olib turinglar. Bizga sizlarni 2x shansinglar kerak emas, eslashdi. Anuni mazasi qochdi. Men kirib qusib chiqay. Yog'ini olmay olgan xunuk ko'rinadi. Men hozir o'lik holda kirib, tirik holda chiqib kelaman. Bizga omad tilaylar. Mikrofonni o'chir, sharmanda. O'shanda bo'lagan. Miyam ishlab qoldi. Hozir bang etgan ovoz chiqsa. Chiqsa 5 kilo yo'q. Ishoninglar, men umuman kutmagan natija bo'ldi. Sevnur bilishingiz uchun hali ham chiqqani yo'q, lekin men bola bittasiga garantiya beraman, qizlar realni yeyishdi. Вот серьезно, qizlar realni yedi. Hech qanaqa muxoliflik bo'lgani yo'q. Mana tekshirib ko'ringlar xohlasanglar. Qanaqa qilib? Uzr, yo'g'ini bilmayman. Yamagu. Bitta statistikadan boshlayman. Aha. Bitta statistikadan eng kam vazn yig'gan inson bu federal bo'ldi. 1.35. Qizlar jamoasida eng ko'p vazn yig'gan inson Ozoda 2 kiloyu 450 gramm yig'gan. Uyalmaysizmi Ozoda? Shunaqa. Voy, qiz bola ham shunaqa yeydimi? Uyalmaysizmi? 1,5 kilo. Bolalar, mas qizlardan boshlayman, kelinglar. Qizlar jamoasida
6 kilogramu 150 gram, bolalar jamoasida 4 kilogram 650 gram. Bizagani 2x shartlanmas bo'ldi o'sha bo'ldi. Shoshmanglar. YouTube kanal egasiman. Qonunlarni men qo'yganman. Bundan oldingi ikkita выпускda qizlar bolalardan kam vazn yig'gan, o'shaning uchun qizlarga 2x imkoniyati berilgan. Lekin bu safar bolalar qizlardan kamroq vazn to'plagani uchun o'sha imkoniyatni biz bolalarga beramiz. Bu 5 million so'm pul hali qizlarga topshirilmaydi. Bu pulni shu yoqqa qo'yib turamiz. Boy narsaga tayyormiz. Boy narsaga. Xohlasangiz men geyman deb istora qo'yaman. Oilalardan bitta odamni tanlab olishingiz kerak. O'sha odam hal qiladi. Bugun sizlar yutasizlarmi yoki yo'q. Vazninli 2x hal bo'ladi. Faqat hozir o'zi bitta odamni tanlashingiz kerak. O'sha odam bitta narsani bajaradi. Bajarsagina, Yo'q, nima? Fiziks. aytolmayman. Yo'q, kam senga ishonaman. Aslanboy. Davay. Men bilmadim, oldin nima va'da bera olmayman. Все okey. O'xshamaydigani ham bor. Sizlar balkonga chiqib turinglar paka, yopib. O'xshamay qolishi ham mumkin. Ha. Legendalar. Ammo sezmayapsizlarmi? Ay yo'q, o'rtasiga tushirishim kerak. Qarang. Mana. Masofa mashqdan Aha. sizda ikkita dona imkoniyat bo'ladi. 7 ni ko'rsa, krugda 7 bor. Dumaloq. Mashqga poylashingiz kerak-da. Jigarim, qarang, komandani ana sizda. Mas'uliyat. Shoshmasdan, agar bittada poylasangiz, shu 5 millionni bugun sizdan jamoa olib ketadi, chunki 2x da уже 8 kilodan oshib ketasizlar sizlar. Qani Aslanboy? Aslanboy, Tushiramanmi? tushirasizmi? Tamam. Yaxshi jigarni, biganta. Gap yo'q. Gap yo'q. Videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, video sizlarga qiziq bo'ldi. Ishtirokchilarga ham kattakon respekt. Vazn yig'ish qizlarga qarshi bolalar выпуска birinchi marta qizlar o'g'il bolalardan ko'proq vazn yig'ib qo'yishdi. Nima deb o'ylaysizlar? Bizning legendarniy ustki krug sostavimiz bor. Shohruz, Azam, Nizamo. Aynan shu 3 ta qizni ularga ro'para qo'yamiz. Azim va Azimdan qo'rqaman-man. U yomon shpirit tashiydi, yeb tashiydi ular. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, agarda aynan shu qizlar komandasi bizning ustki krugdagi bolalar bilan birga kurashni xohlasanglar, bu prizni qizlarga topshiramiz. Bu sizlarga Rahmat. o'rtoqlar, videoga like bosinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha Abuzer bilan Aslanboy va Federal legenda. Yo, hozir men tugatmasam bu video tugamayapti-chi o'ta. Mayli, hammaga rahmat, charchamanglar.